Qatar termasining eng xavfli o'yinchisi. Qatar terma jamoasi Bunyodkor stadionida O'zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi uchrashuvdan oldingi rasmiy mashg'ulotini boshladi. Assalomu alaykum O'zbekiston. Ukam, xudo xolasa shunaqangi jurnalist bo'lib ketganki borku, havas qilsin BBC, CNN, PNL havas qilmoqmi? Chempionat Aziya olg'a. Ha! Menga mana buni yomon qilsiz. Xudo xolasa ketaman. Bunyodkor stadionida mashg'ulotlarni davom ettirmoqda. Jamoani yangi bosh murabbiy Xulion Lopetegi boshqarib bormoqda. Xabaringiz bor. Shu murabbiy mana shu saralash bosqichining oxirgi 2 turiga mo'ljallangan o'yinlar uchun tayinlandi va birinchi uchrashuvda Eron terma jamoasini Qatar 1-0 hisobida mag'lub etdi. Endi O'zbekistonga qarshi hech nimani hal qilmaydigan o'yin kutib turibdi. Qatar terma jamoasini deyarli barcha o'yinchilari sog' salomat va eng optimal sostav bilan Bunyodkor stadioniga O'zbekistonga, Toshkentga tashrif buyurishgan. Ertaga uchrashuvda qanaqa hisob qayd etiladi, kommentariyaga fikr yozib qoldiring.